Anda qilib qizini sizlar orqasini yopdilar shu qizni mayli o'lganda orqasidan gapirmang dedingiz Avaz aka. Hamma mana shuncha evlarni yashadik. siz bilan biz tengdosh ekanmiz do'stim, qarang gapiring. Siz nimani bilsangiz gapiring. Sizni ham ota-onangiz bor orqangizda. Assalomu alaykum. Bo'ladimi 1 minut gapirsam? Aybi bormi? Aybi bormi? Sizni aybingizni olib chiqishyaptimi? Pashadan fil yasashib. Siz ham olib chiqing qo'lingizda nima bor bo'lsa. Avaz aka aytgandek sizni bir tiyin qilyaptimi? Siz 0 tiyin qilib yuboring ularni. Assalomu alaykum. Mana shuncha harakat qildim, hech kim bunaqa qilmadi, uydagilar ham ruxsat bermadi. O'zi ham kerak emas bunaqa qildi-da. Shu narsalardan qaytarardim. Uni qizi qiz, shuncha harakat qildim. Qoraqosh. Uni qizi qiz, sani ota-onang nima? Avazbek. Sen ham birovning bolasisan. Men seni necha kundan beri o'zingni osib qo'ymasligi uchun seni qarab o'tiribman, o'zini osib qo'ymasin deb. Meni maqsadim nima edi? Adolat qaror topsin, imijimida o'sha va'da o'zi kasha va faiz bu qo'pol qilayotganda osmonga sakramay deb turib, mana bu adolatni topib turib, seni qonunni qo'liga topshirmoqchimidimi o'sha xotinni qo'liga? Avazbek aka, bir og'iz gapirsam bo'ladimi? Gapiring aka, mikrofon sizga. Assalomu alaykum akalar, hammanglar yaxshimisizlar? Uzr o'ma aralashganim uchun mana shu videoni birinchi qismdan kuzataman Avazbek aka, sizga Alloh rozi bo'lsin. Va o'zim ham musofirda ishlayman-da. Hop. Hozir bu yerda 2 ta 3 ta narsani deb, mana bolani yomon ko'rsatib qo'yilibdi. Men bu Avrassiya bolani, mana bolani tanimayman Sherzodni. Hop. Men o'zim Namanganlikman. Namanganlikka qanday tarafini olyapti ham deb o'ylamayman. Bu bolani ham birinchi eshitdingni. Men uni xotinni ham har kuni promo efirida o'tiribman. Qanaqa video qo'yayotganigacha ko'rib turibman. Oxirigacha. Bular prosta podpisчик yig'ib, hayf qilyapti-da. Ukasam dovdiramasdan mendan kichkina bo'la ekansan. Gapir deganda tas gapir. Seni ham ota-onang bor mana yoqda. Seni ne orzu bilan katta qilayotgan uyingni kutib turgan ota-onang bor-da. Gangiramasdan aybdor emasmisan? Tas gapirib, dakasat qilib ber. Qo'lingdagi zapisni nahvo chiqarib tashlaniga. Agar aybdor bo'lganingda shart qochib ketavergan bo'larding-ku, qo'lingdagi nima narsa bor? Tas chiqarib ber, tas. Hamma narsani ayb chiqib ber basharasiga. Mana bu deb qo'lingga aybdor emasmisan? Qo'rqma eshitmadan. Gapir. Qo'rqmang, nimaga ovoziga gapirdi, siz gapirmay turibsan. Bo'yatdan bir soatdan beri kuzatib turibman-da, uka seni to'xtab tur. Sherzodbek gapirib ola. Men senga jonim achigan uchun gapiribdim-a. Agar haqiqatdan aybdor bo'lmasang, qo'rqmasdan qo'lingdagi narsalarni tas gapirib chiqarib ber, uka. Mana edim uni 16 mingta salkam 16 mingta odam o'tiribdi-da, seni o'zimni indamasdan o'ylanib qolyapsan-da, shokka tushib. Bular seni aybdor deb o'ylayapti-da bu yerda. Haqiqatlar. Okey. Haqiqatlar. Ekran zapisni bosib faqat tashlaylar. Qarang, okey. Qo'lingdagi narsalarni nima bo'lgan, kim bilan yashagan u, qayda yashagan, sen o'sha kuni ichgan deyapsan. Ichgan bo'lsa, ichganmi dakaseti bilan mana shunaqa bo'lgan. Mana buni rasmi, buni qizingni, men o'zingdan farishta yasamasanlar deb shat qo'yib bermaysanmi basharasiga? Seni ota-ona uyingda, mahalla ko'yingda qanaqa bosh ko'tarib yuradi? Gapir olsa eshiting, qarang. To'xtang, sizga hech kim birov gapirmaydi, opa. Menga gapirishim emas. Sug'urib olaman, opa. Savol bergani qo'ymang, savol beringlar demaysiz. Insonlar savol beradi. Gapirsin. Savol beraman. Jim qolaylik, Avazbek. Jim uka. Bitta mashinam meni ketadi, men mashinada ham qilib ketaveraman, opa. Agar mashinada gap eshiting. Ana jim tursin. Bitta gap eshiting. She'rni 8 oy oldin yozdi. Unashtirilgandan keyin bu men bilan yashaydi deb turib, orqasidan pichoqda quvlagan. Uni ham videosi bor. O'xti, to'xtangchi, boshqatdan gapiring. Gapiring. Shu narsalarni qo'ying, videosini, shu narsalarni ko'rsating xalqqa. Uni o'z qizidan farishta yasab olganlar ko'rsin qizini. Nima bo'lgan? Boshqatdan gapiring, aka. Siz boshqatdan gapiring, men tushunmay qoldim hozir. She'rni unashtirilgandan keyin sen u qizdan voz kechasan deb oilasiga manipulyatsiya qilib, shantaj qilib, bu bilan rasmga tushib, qizga ham tashab turib, qizga ham ataka qilgan. Undan keyin bu she'r unashtirilgan qizni tanlagandan keyin buni postinda ko'pchilik buni videosi ham bor she'rni o'zida. Buni ham ko'rsatadi sizga. Buni Nozima pichog'ida quvlagan. Men bilan yashaysan deb manipulyatsiya qilgan, qo'rqitmoqchi bo'lgan. Mana o'shani videosi. Ko'rsatadi ozgina. Telefonda turibdi hammasi.
Qo'yma Avazaga shu narsalarni, o'zingni oqlamaysanmi-ku, turavermasdan, indamasdan yerga qarab tur. Ko'rsat, hozir ey. bitta savolim bor, bitta qarang. Ko'rsat. Avaz aka, bu bolani qarang. Men ko'rib turibman, bu bola na boyvachchani bolasi emas, dang'illab ketgan. Yo bo'lmasa bir haligi dunyo go'zali emas bu bola. U qiz o'zi bir fohisha ekanmi deb qilib aytgan. Bu bolani nimaga bu darajada qo'yib yubormagan, men shuni tushunmayapman. Qanaqa joyda ishlagan desa, yomon joyda ishlagan demasdan, qayda ishlagan, nima qilgan, hammasini tas gapir. Uni ham mana yerda laykalari turibdi, mana 16 ming odam bilan laykalari turibdi. Mayli, Avaz aka. Namanganlik aka erkak ekan. Gapirib tasha. Dangal gapda ovozda o'ylanib turibdi-da bir soatdan beri bilan. G'ashib ketdi. Aka buni duxini olib qo'yishdi-da xotinlar aka. Buni yana o'zini osib qo'yib qo'yib biz ushlab turibmiz buni. Rasmisan qo'g'ma. Chiqarib tasha videolarini. Tas chiqarib tasha. Avaz aka. Qizni o'ylama, birinchi ota-onangni o'yla. O'zingni kelayotgan hayotingni o'yla. Alaqadagi bitta u O'zbekistonda yurgan rasmini qo'yib u qizni sipo o'qimasdan o'lgan odam o'lib ketdi, joyi jannatda bo'lsin. Gunohini Xudo kechirsin. O'zingni hayotingni o'yla bag'iga. Men gapiraman, tushunaman aka, 2 minut tushundim. Bu bola boru sodda, bu bola ichida soddara. Gangirvoshlar. O'shanga g'ashim kelib chiqdim-da, men hech Instagramga chiqqan bo'lmas edim o'zi. Buni men to'kaveraman do'dir boshda. Siz qilmang joningizni. O'zingizni o'ylang, siz ham sizdan farzandlaringiz bor, onangiz bor, sizni ham orqangizdan kuymasin. O'zingizga bir kasal orttirmang, bu darajada kuyinmang aka. Yo, to'g'ri gapiring. Shunday savollar aytinglar, akalar, qiynay turgan savollar aytinglar, javob beraylik. Qani video? Videoni qidirib topamiz va topolmadim aka. Qidirsak vaqt chiqadi. Sherzod, senga bitta gap aytaymi, uka, xafa bo'lmaysanmi? Ayting aka. Sen buni xalqqa savoliga javob berma. Sen xalq savoliga javob berma. Sen o'zingda qo'lingdagi faktni shuni ko'rsatib, mana Avazbekka ber, Avazbek video qilib qo'ysin. Uni qizidan parishta yasayotganlar, mana ichib yurgan, ro'molsiz yurgan, endi men ko'rsataman. Men kino qo'yib beraman. Kinoda serialni davomini ko'rasizlar hozir endi. Uni sen o'zingni oqlava uka beyda, seni mana bu O'zbekistondagi hayotingni ham o'yla hali. Sen o'zi indamasdan yerga qarab turaversan, bir yomon bo'lib ketasan-da. Bu mana yerda eshitib turgan, ularning kazyonlari ham mana yerda eshitib turgandir. Yo, o'zi ham turgan bo'lishi mumkin-da. Bu qizi qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan, seni qo'lingda dakasating bormi? Seni majburlab turuvchi, bular aytibdi-ki, sen 30 million kredit olgan, qizimni sog'ib yuribdi, qizimga pul uchun yurgan deb yuribdi-da. Koreyaga borgan odam pul topsa kerak, misol, bitta qiz uchun yashab yurmasa kerak. Mana ekran zapisi yo'qlar, ekran zapisi. To'xtab turing. Ekran zapisi yoqinglar, davay. Ekran zapisi. Tarqatsin. Kim ular? To'xtanglar, bir kishi ulab qo'ying. To'xtab turinglar. Bir kishi chiqinglar, bir kishi to'xtab turinglar. Savol bor. Mana uni ulab qo'ying. Kim bu? Ayolmi, erkakmi? Shuni ulab qo'ying. Manaqa chiqadi-da Sherzod o'shanda. Savolni bermay tursan, ekran zapisi yo'qlar, men hozir videoni to'xtab turing. Mana Sherzod baqa chiqsin, o'sha hozir qarib chiqib qolyapti. Davay. Assalomu alaykum hammaga. Ular mani erkak bo'lsangiz, Suhrob aka hozirlayman. Bitta savol beraman, chiqaman, ketaman. Zaps qilinglar, zaps mana, qo'lda pichoq. Kim u? Nozima. Ana, farishta. Qo'lida finka. Mana shu videolarni qo'yib beringlar. Abasiga tashib beringlar kerak bo'lsa, mana qizing orqamdan yalinib yurgan meni deb. Nimaga yugurib yuribdi bu? Ko'tarib qo'yib yuribdi-da. Gapir, Sherzod, gapirmaysanmi? Seni ular alfoni chiqib ko'rsatyapti anada xuddi bilan O'zbekda O'zbekistonda yurgan farishta qizini sen edi oldab, oyligini yeb yurgansan ularning hayolida sen. Gapir, ko'rsatdilar hammasini. Men beyda 7-9lar biladi o'zi. Oymoy o'ylab tushadi. Men birovning puliga qarab qo'ygan joyim yo'q, birovning haqqini yemaganman. O'sha narsalarni gapirda, mana yoningdagi bolalar ovozi bormidi videoda? O'rgatib nima deyishni ovozi bormidi videoda? Videoda ovoz bormi yo'qmi? Boshqa zapisi yo'q edi, boshqa.
Ovozi bilan qo'y deyapti. Kim? Davay ko'rsating, opa mana. Qarayangilar Instagram kanaliga o'tinglar. Men qanday ko'rsataman sizlarga? Mana. O'zimni ko'rsatma, tashlabcha. Tashlabcha uni gaplasham. Tashlab. Tashlabcha uni. Tashlabcha uni. Ko'p yaxshi gaplashamiz. Tashlab gaplashamiz. Yaxshi gaplashamiz. Tashlab gaplashamiz. Tashlab gaplashamiz. Tashlabcha uni gaplashamiz. Ne tashlab gaplashamiz? Qo'llabcha. Men qilaymi buni so'raycha? Qo'llabcha. Ona qo'lida. O'zimni ko'rsatma. Tashlabcha uni. Tashlabcha uni gaplashamiz. Tashlab. Tashlabcha uni. Tashlabcha uni. Ko'p yaxshi gaplashamiz. Tashlab gaplashamiz. Yaxshi gaplashamiz. Mana mashinasini onasiga tashib berish kerak, onasiga tashib berish kerak mashinasini. Sherzod tas qo'g'masdan gapirib yerga qarab turavermasdan, o'zingni hayotingni ham o'yla, manaqadagi hayotingni ham. Menga qara. Hozir bitta savol beraman, to'g'risini javob berasan. Bugun Melisaga shu videoni ko'rsatdingmi, yo'qmi? Ko'rsatmadim. Nimaga ko'rsatmading? Shuncha paytam hech kimga ko'rsatmaganman-da, chunki ko'p narsalar yashirib indamay qo'y deb uydagilarga ham ortiqcha gapirganimiz yo'q. Melisaga nima haqiqatni aytmading? Nima bu qizni yana ham ko'tirni yopyapsan? Men Melisaga senga o tepadagilar kelib, rasmiy odamlar kelib, bor haqiqatni ayt uka, orqangda davlat turibdi, sen O'zbekiston fuqarosisan deyishdimi? Men chaqirib olib keldimmi? Mana deb yozyapti, sharmanda qilib tasha deyapti. Yozib sharmanda qilib video internetga chiqib qo'ymaydi. Nima Melisadan yana Melisaga nima buni ochiq ma'lumotini aytmasdan nima yana maqta nima qilyapsan? Ochig'ini aytmayapsan Melisaga sen. Nima u? Qo'yanaqa. Ozbek. Aka, ming rahmat, Alloh rozi bo'lsin qilgan ishingizdan, qilayotgan o'sha yaxshilik qilayotgan ishlaringizdan. Achi bola bilan, Sherzod bilan bir yolg'iz o'zingiz chiroyli yaxshi gaplashsangiz hamma narsani aytadi. Bu bola ko'pchilikning ichiga chiqqanda shokka tushib qolyapti bu bola. Nima deyotganini yaxshi bilmayapti. O'zi mana bitta qiz chiqib olib, boshidagi videoda manaqa degansiz, oxirida manaqa deyapsiz deyapti-da. Bu gap bu bolani har bitta gapidan prichina topmasdan bu bolani o'rniga odam birinchi o'zini qo'yib ko'rish kerak-da, keyin gapirish kerak savol berishdan oldin-da. Aha. Buni yonida bitta oldida bitta tushungan gapiradigan odam turib gapirib bermasa buni o'zi bu bola shokka tushib qolganda nima deyishini bilmayapti. Shunchalik qo'lingda dakaseting bor ekan. Tas chiqarib tasha bo'ldi. Kimligini bilib turibsan-ku sen uni. Alloh bilib turibdi uni kimligini. U uydagilar bilmaydigan bo'lsa bu tomonda nima qilganini. Sen bilib turibsan, Alloh bilib turibdi. Tas chiqarib qo'yib tasha videolarni. O'zingni hayotingni o'yla. U o'lib ketdi. Qilgan gunohini Xudoyim o'zi kechirsin ulug'ayon kunda. Boshida aytilganki, Evaz akada ham bor-da u videolar. Onasi aytgan qizimda evlarini yashirib, chiroylab jo'natib beringlar degan. O'sha ko'p narsalar aytilmagan odamlar. Mana mana videosini to'xtab tur, o'zi mana ko'rsataman. Qara, mana buni qara. Men har bitta gapimni-chi, Qodir Ali. Har bitta gapimni video qilib yuraman. Do'dirbosh, qara, eshit, mana uni eshit. Men buni hali hech kimga qo'yib berganim yo'q, ha? Qarab tur. Mana qarab tur. Endi hozir boshlanadi, endi qarab tur. Hozir mana kelyapman hozir chetga. Qarab tur. Qaysi kun edi u? Mana. Men yarim soat gaplashganman o'sha kuni senlar bilan, to'g'rimi? Mana qarab tur. Men bilan valloh olib ketdim. Yuristda gaplashib olasizmi? Opa, zarur gap. Ko'taradimi lekin? Opa, videoda bosing, mana bosyapman. Siz bosing, mana videoda bosdim. Hozir men ro'mol o'ramaganman-da, o'sha ro'molingizni o'rab olasizmi? gapirish kim bo'lmasa. Siz meni taniysizmi, tanimaysizmi? Men ismim Avazbek-da. Taniyman. Taniysizmi?
Ha, Ma'sum Avazbek Instagramdan tanishsiz ekan. Hop. Koreyada kimingiz bor? Qizim bor. Qizingiz? O'zligimi? Oldingizda kim bor hozir? Yo'q, o'zim. O'g'lingiz bor ekan, o'g'lingiz? O'g'lim Ha. yerda. O'g'lingiz bormi sizda? Ha, bor o'g'lim. O'g'lingiz yoningizdami? Yo'q, yonimda emas. Shu o'g'lingiz topsak bo'ladimi? O'g'lim hozir qayerdan topaman? Hozir qarang, oldingizda kim bor? Oldingizda odam bormi yo o'zingizmi? Men hozir jiyanimnikidaman, jiyanim. Yo, bo'ldi, o'sha jiyaningiz bormi oldingizda? Bor. Yoshi katta odammi jiyaningiz? Yoshi nechilarda? Ayting opa, keyin sizga aytaman-da. Qancha yosh? Videoni yoqayapman, to'xtang. Ha, videoyingizni yoqing. Ro'molingizni o'rab videoyingizni yoqing. Men juda chiroyli tushuntirganman, opa. Tushuntirishimni ko'ringlar. Ey, musulmonlar, meni muomalamga qarab baho beringlar, davay. Avazbek buni promo aytganingizga ham hech shokka tushadigan xotin emas ekan. Uni shunchalik chiroyli tushuntirish shart emas ekan. Eshitib turing baribir. Instagramda kuzataman sizga. Ha, bu qiz kim bo'ladi sizga? Qaysi qiz? Qizim? Qizim? Opa, sizga Alloh taolo sabr bersin, qizingiz vafot etdi. Nima bo'ldi? Dori bering opaga. Yoningizga qiz. Nima bo'ldi? Dori bering. Nima bo'ldi? Opa, o'zingizni bosing. Men yolg'on xabar yetkazadigan odam emasman. Ha. Opa, qizingiz vafot etdi. Qo'yinga ular demang. Nima bo'ldi? O'zini o'zi osib qo'yibdi. Kechqurun gaplashdim-ku, yaxshi edi-ku. Kechqurun bo'ldi, opa. Nega osadi o'zini? Nechida gaplashdingiz siz? Kecha obeddan keyin soat 4larda gaplashdim, 3larda gaplashdim. Nechida osib qo'ygan? Kechasi Koreya vaqti bilan 12:50 da o'zini osgan. Bu degani 8 dan 50 minut o'tganda, 10 takam 9 da. O'zbekiston vaqti bilan. Sizning xabaringiz yo'q ekan, men shunga onasiga o'zim aytay dedim. Bolalar aka biz aytolmaymiz onasiga deydi. Men aloqaga chiqyapman-da. Nima bo'lgan ekan o'zi nega unaqa bo'ladi? Kecha gaplashdim-ku bilan. Shu oxirgi marta gaplashdingiz ekanda endi. Alloh taolo sabr bersin sizga. Yo'q, u yolg'on, men o'zimaga chiqing qanaqa? Opa, yonidagi opa, men qarang. Eshiting opa, yonidagi jiyanlari. Birorta yuraydi, ustakat saqladigan dori bormi uyingizda? Bering opaga. Suv bering yoki. Ro'zamisiz? Ha. Tushunarli. Qarang, opa, qizingiz bir bola bilan yashab yurar ekan, xabaringiz bormidi? Asha telefon qilayotgan odamga ayting, qilmasin, siz telefon qiling. Bilasizmi nomerini? Hozir bizga xalaqit beryapti ana nomer. Opa, ovozim boryaptimi? Qizingiz bir bola bilan, o'zbek bola bilan yashab yurarmidi Koreyada? Yo'q, yashab yurmagan. Taniyman u bolani, o'sha bola bilan gaplashganini bilaman. Lekin hozir oxirgi paytlar gaplashmabdi. Siz o'sha bola bilan oxirgi paytlar deganda bu qizingiz 2 yildan beri u bola bilan gaplashar ekan, oxirgi 1 yildimi, 8 oydimi u yog'ida birga yashab yurishgan ekan.
Yo, mana o'sha bola oldimda o'tiribdi, o'zi aytyapti, guvohlar ham bor. Sherzodmi? Sherzodmisiz? Ha. Oxirgi paytda ikkalasi odam qilgan. Sherzod bilan ko'p urushdi ikkalasi, bilaman-ku. Bu eri xotin bo'lib, nikohsiz yashab yurishgan ekan, opa. Keyin deyapti. Chetga ketish payt nechida urushgansizlar? Biladda keyin deyapti. 8dan keyin urushib qolgan ikkalasi. Voy, Sherzod bilan orani ochiq qilgan. Sherzod uni tinch qo'ymasdi. Sherzod shahar kelgan edi, tiqib yuboraman men sen bolani. Seni deb bo'ldi hammasi. Mana Namanganlik aka turing, men Ro'zimurod To'laylik. Ular aka. Jak izvordi ular. O'tirlar. Avaz aka, men Sherzodga savol bermoqchiman-da. To'xtab turing hozir, Namanganlik ekanlar. Tepaga. To'xtang. Qarang. Mani eshitaylik. Hozir aybdor qidirilsa, bitta o'tirib Qanchalik yaxshi bolaligini ko'ringlar-chi, qani. Shunchalik yaxshilik qilsaman bilmadigan non ko'ra. Qizini otganligini bilib turib, yana transport hodisasidan vafot etdi deb o'zi reklama qilgan internetda. Kamani Ro'zmuhammadmisiz, kim edingiz? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Hozir sizga so'z beraman hozir. Ro'za bo'lsa sabr qilasizmi yo yuragingiz mazasi qochyaptimi? Bo'l, qarang. Hop, eshiting, opa. Mani oldimda o'sha Sherzod o'tiribdi, yonida o'rtaq o'tiribdi. Menga bugun telefon qilishdiki, kecha payt telefon qilishdiki, Avazbek Piyontek degan shaharda bitta qiz o'zini o'zi osib qo'ydi deyishdi. Keyin men bularga aytdim, kim bo'lasiz desam, men yigiti bo'laman dedi. Nima qilyapsizlar sizlar endi desam, biz nima qilishni bilmay shokka tushib o'tiribmiz dedi. Voqea qanaqa bo'ldi dedim. Men bu bola bilan gaplashgan nimalarim bor. Men aytdimki, bular so'kdim. Sen qanaqa erimisan, yigitimisan, kim bo'lasan desam, aytayaptiki, "Yo, men nima bu qiz dedi, O'zbekistonda turmushga chiqqan bir bolaga dedi. Efirda tahrir qilib tarqatoringlar. Bizga turmushga chiqqan dedi. Undan keyin men bilan yashab yurgan dedi. 1 yilcha sevishib yurganmiz. Undan keyin yaqin 1 yil atrofida Koreyada o'sha Posingda ko'pchilik biladi, biz xotin bo'lib pastda bitta uyda yashab yurardik dedi. Keyin men aytdim, nikohlaring bormi dedim. Nikohimiz yo'q edi dedi. Nikohimiz yo'q edi deyapti hozir. Keyin men buni so'kdim. Balo bormi nikohsiz yashab, nikohla olmaysanmi deb rosa so'kdim. Endi bu aytayaptiki, aka, men o'sha O'zbekistonda uylanmaganman. Men uylanmagan edi. Men xato qildim bu qiz bilan ilashib hozir ayan deydi O'zbekistonda nima deydi anaqa yerga tegmagan qizni olib berar ekan qiz bola. O'shani aytdim. Bu qiz men bilan o'sha urushib yurib, keyin bu qiz, короче, qizingiz